Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani, ya'ni pensiya indeksatsiyasi va yoshi ulug' fuqarolarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar oshgani haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, oilasida keksasi bor har bir insonning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'pchilik hozir bitta savolni berayapti. Pensiyam qancha oshadi? Yosh qo'shimchasi kimlarga beriladi? Bu pul avtomatik tushadimi yoki alohida ariza yozish kerakmi? Men bugun shu savollarning hammasiga tartib bilan javob beraman. Ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki ba'zi nozik joylar bor. Hamma ham oshirilgan pulni bir xil olmaydi. Ayrimlarda qo'shimcha bor, ayrimlarda esa hujjatdagi xato sababli pul kechikishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa kompensatsiya, imtiyoz va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini juda sodda qilib tushuntiraman. Indeksatsiya degani narxlar oshishi, turmush xarajatlari ko'payishi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashishi fonida pensiya miqdorini davlat tomonidan qayta ko'rib chiqish va oshirish degani. Ya'ni pensioner oldin olgan summasi bilan bugungi xarajatlarni qoplashga qiynalmasligi uchun pensiya ma'lum foizga yoki belgilangan tartibda oshiriladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p odamlar pensiya oshsa ham aniq qancha qo'shilganini tushunmay qolardi. Masalan, kimdir menga 120 ming so'm qo'shildi, boshqasi menga 110 ming so'm qo'shildi. Yana biri nega menga kamroq tushdi deb hayron bo'lardi. Buning sababi shundaki, pensiya miqdori hamma uchun bir xil emas. Kimning ish staji ko'proq, kimning oylik bazasi yuqoriroq, kimda nogironlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun indeksatsiya ham har bir odamda bir xil ko'rinmaydi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shuki, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar va ayrim qo'shimcha to'lovlar qayta hisoblanadi. Eng muhimi, yoshi ulug' fuqarolar uchun belgilangan yosh qo'shimchalari ham oshirilgan bo'lsa, bu alohida e'tibor talab qiladi. Chunki bu qo'shimcha pensiyaning asosiy qismidan tashqari beriladi. Ya'ni odam pensiya oladi, ustiga yoshi bo'yicha qo'shimcha ham olishi mumkin. Men tomoshabinlarga doim shuni aytaman. Pensiya oshdi deganda faqat bitta raqamga qarash xato. Pensiyaning tarkibini ko'rish kerak. Asosiy pensiya bor, ustamalar bor, qo'shimcha to'lovlar bor, kompensatsiyalar bor. Ayrim hollarda hududiy yoki alohida maqomga bog'liq imtiyozlar bor. Shuning uchun falonchiga shuncha qo'shilibdi, menga nega boshqacha degan savolga javob ko'pincha pensiya tarkibida yotadi. Endi kimlarga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta toifa. Masalan, bir otaxon 30 yil ish stajiga ega yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi oldin 1 million 800 ming so'm bo'lgan deb olaylik. Indeksatsiyadan keyin pensiya ma'lum foizga oshirilsa, u yangi summani oladi. Agar qo'shimcha ravishda u ma'lum yosh chegarasiga kirsa, masalan, taqvim yoshdan oshgan bo'lsa, unga yosh qo'shimchasi ham hisoblanishi mumkin. Ana shu joyda odamlar ko'pincha adagi indeksatsiya boshqa, yosh qo'shimchasi boshqa. Ikkinchi guruh eng kam pensiya yoki minimal miqdorga yaqin pensiya oladiganlar. Bu toifadagi odamlar uchun oshish ayniqsa muhim. Chunki ularning har 70 ming, 1 ming, 170 ming so'mi real hayotda to'g'ri non yo'q, kommunal to'lov yoki yo'l xarajatiga ketadi. Masalan, bir onaxon 1 million so'm atrofida pensiya olsa, unga qo'shilgan har qanday summa oilaviy byudjetda seziladi. Agar u yolg'iz yashasa, bu yanada muhim. Chunki hech kimdan doimiy yordam kutmasligi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik pensiyasi ish staji va avvalgi ish haqi asosida tayinlangan bo'lishi mumkin. Nogironlik nafaqasi esa ijtimoiy to'lov sifatida belgilanadi. Ikkalasining hisoblash tartibi bir xil emas. Shuning uchun bir xil yoshdagi ikki insonning biri pensiya, biri nafaqa olsa, ularga qo'shilgan summa farq qilishi tabiiy. Men buni xato yoki adolatsizlik deb emas, tizimdagi turli hisoblash asoslari deb tushuntiraman. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu masalada ham ko'p savollar bo'ladi. Agar oilada marhumning farzandi yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, indeksatsiya ushbu to'lovga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda oluvchilar soni, ulushlar, hujjatlar va pensiya turi muhim.
Masalan, bitta bola olsa boshqa, 2 yoki 3 nafar huquqli oila a'zosi olsa boshqa bo'lishi mumkin. 5-guruh 75 yosh, 85 yosh va undan yuqori yoshdagi fuqarolar. Mavzuning eng muhim joyi ham shu. Yoshi ulug' fuqarolarga qo'shimcha to'lovlar oshgani haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha hamma qariyalarga bir xil qo'shiladimi deb so'raydi. Javob: har doim ham bir xil emas. Qo'shimcha to'lovning turi, yosh chegarasi, amaldagi tartib, pensiya turi va fuqaroning maqomi ahamiyatli. Agar odam belgilangan yoshga yetgan bo'lsa, ko'p hollarda tizim avtomatik hisoblaydi. Lekin amaliyotda ba'zida tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, bank kartasi, pensiya hujjatlari yoki yashash manzili bo'yicha xatolar sababli kechikish bo'lishi mumkin. Endi real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 72 yoshli Otaxon 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. Uning pensiyasi indeksatsiya qilinsa asosiy pensiyasi oshadi. Lekin agar yosh qo'shimchasi faqat taxminiy yoshdan boshlab beriladigan turga tegishli bo'lsa, u hozircha faqat indeksatsiya samarasini ko'radi. Yosh qo'shimchasini olmaydi. Demak, u qo'shnim taxminiy yoshda unga ko'proq tushdi, menga nega kam deb solishtirmasligi kerak. Yana bir misol. 12 yoshli onaxon 1 million 600 ming so'm pensiya oladi va yoshi bo'yicha qo'shimcha to'lovga ham haqli. Indeksatsiyadan keyin uning asosiy pensiyasi oshadi. Ustiga yosh qo'shimchasi ham yangilangan miqdorda hisoblanadi. Shunda uning umumiy tushumi boshqa oddiy pensionerga qaraganda ko'proq oshishi mumkin. Bu yerda asosiy farq yosh qo'shimchasida. 3-misol. 79 yoshli fuqaro keyingi oyda baqsimli yoshga to'ladi. U bugun videoni ko'rib, nega menga baqsimli yosh qo'shimchasi tushmadi deb o'ylashi mumkin. Sababi esa oddiy. Qo'shimcha odatda fuqaro belgilangan yoshga yetgandan keyin hisoblanadi. Ba'zan tug'ilgan sanadan keyingi oyda, ba'zan to'lov davri bo'yicha qayta hisoblashda aks etadi. Agar yaqin yoshga to'lgandan keyin ham 1-2 to'lov davrida o'zgarish bo'lmasa, unda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilish kerak. 4-misol. Bir pensionerning bank kartasi eskirgan, muddati tugagan yoki hisob raqami o'zgargan. Pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin pul tushi kechikadi. Odam esa menga oshmadi deb o'ylaydi. Aslida masala pensiya hisobida emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga va ularning farzandlariga aytaman. Faqat SMS ga qarab xulosa qilmang. Pensiya varaqasi yoki to'lov tafsilotini tekshiring. 5-misol. Bir onaxon ro'yxatda boshqa manzilda turadi, amalda esa farzandnikida yashaydi. Ba'zi hollarda ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, xabarnoma tekshiruv yoki hujjat almashinuvida muammo chiqadi. Pensiya huquqi yo'qolmaydi, lekin jarayon cho'zilishi mumkin. Shuning uchun yashash manzili, pasport, JSHIR, telefon raqami va bank ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi juda muhim. Kim xavotir olishi kerak? Menimcha birinchi navbatda pensiyasi tushgan summani tushunmayotganlar, yosh chegarasiga yetgan bo'lsa ham qo'shimcha olmaganlar, hujjati eski bo'lganlar, bank kartasi almashtirilganlar, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, soni o'zgargan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasport ma'lumotingiz to'g'ri, bank kartangiz ishlayapti, pensiya har oy o'z vaqtida tushyapti, yoshingiz bo'yicha qo'shimcha avtomatik aks etgan va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida muammo bo'lmasa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir hisob kitobni tekshirish foydali. Chunki pensiya o'z puling qayerdan kelayotganini bilish kerak. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan holatlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta: pensiya oshishi hamma uchun bir xil so'mda ko'rinmaydi. Agar oshirish foiz asosida bo'lsa, pensiyasi yuqoriroq bo'lgan odamda qo'shilgan summa ham kattaroq chiqishi mumkin. Masalan, 1 million 200 ming so'm pensiya olgan odamga 2% oshsa, taxminan 1,4 ming so'm qo'shiladi. 2 million 500 ming so'm olgan odamda esa xuddi shu foiz 300 ming so'm atrofida bo'ladi. Ikkalasida foiz bir xil, lekin qo'shilgan pul har xil. Bu juda oddiy matematika, lekin amalda ko'p bahs aynan shu yerdan chiqadi. Ikkinchi nozik nuqta: ayrim to'lovlar indeksatsiyaga to'liq kirmasligi yoki alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, ustama, qo'shimcha bir xil tushuncha emas. Masalan, asosiy pensiya oshadi, lekin bir martalik yordam alohida tartibda beriladi. Yoki ayrim imtiyozlar pul ko'rinishida emas, xizmat ko'rinishida bo'ladi.
Shuning uchun hammasi oshdi degan umumiy gapga ishonib qolmaslik kerak. Aynan siz olayotgan to'lov turi qaysi ekanini bilish zarur. 3-nozik nuqta. Yosh qo'shimchasi uchun yosh chegarasi muhim. Odam men ham qariyaman deb o'ylashi mumkin, lekin qonunchilikda aniq yosh belgilangan bo'ladi. Masalan, 70 yosh, 75 yosh, 90 yosh yoki boshqa toifalar bo'yicha alohida qoida bo'lishi mumkin. Men bu yerda bir narsani qat'iy aytaman. Qo'shimcha to'lov hissiyot bilan emas, hujjatdagi tug'ilgan sana va amaldagi tartib bilan belgilanadi. Shu sababli pasportdagi sana, JSH va pensiya ishida ko'rsatilgan ma'lumot bir xil bo'lishi kerak. 4-nozik nuqta qayta hisoblash sanasi. Pensiya oshgani haqidagi qaror e'lon qilingan sana bilan pul tushadigan sana har doim bir kun bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaror bir sanadan kuchga kiradi, to'lov esa oyma-oy amalga oshadi. Ba'zida farq keyingi oyda qo'shib beriladi. Ba'zida qayta hisob kitob to'lov jadvaliga tushadi. Shuning uchun birinchi kuniyoq nega pulim tushmadi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Lekin bir necha hafta yoki bir to'lov davri o'tsa ham o'zgarish bo'lmasa, albatta murojaat qilish kerak. 5-nozik nuqta ishlayotgan pensionerlar. Ayrim tomoshabinlar, men pensiya olaman, lekin ishlayman, menga ham oshadimi deb so'rashadi. Umumiy qoida bo'yicha pensiya turi to'lov tartibi va amaldagi cheklovlarga qaraladi. Ishlayotgan pensioner ham pensiya oluvchi hisoblanadi, lekin ayrim ustamalar, ayrim kompensatsiyalar yoki soliq ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq masalalarda farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z ish joyidagi buxgalteriya va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini alohida tekshirtirgani yaxshi. 6-nozik nuqta nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, masalan, fuqaro avval 2 guruh nogironi bo'lgan, keyin tibbiy mehnat ekspertizasi natijasida guruhi o'zgargan yoki muddati tugagan. Bunday holatda pensiya yoki nafaqa miqdori ham o'zgarishi mumkin. Indeksatsiya bo'lsa ham, asosiy huquq tasdiqlanmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqadi. Shuning uchun nogironlik hujjatlari ekspertiza xulosasi va amal qilish muddatini tekshirish juda zarur. 7-nozik nuqta. Meros yoki vafot etgan pensionerning olinmay qolgan pensiyasi. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin uning oxirgi oy pensiyasi yoki qayta hisoblangan summasi bo'lishi mumkin. Bu pulni olish tartibi alohida. Oila a'zolari oshirilgan pensiya ham beriladimi deb so'rashi mumkin. Agar pul fuqaroning huquqi paydo bo'lgan davrga tegishli bo'lsa, hujjatlar asosida merosxo'rlar yoki qonunda belgilangan shaxslar murojaat qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik har doim karta orqali yechiladi degani emas. Vafot haqida ma'lumot tushgach hisob bloklanishi yoki tekshiruv bo'lishi mumkin. 8-nozik nuqta qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasidan aliment, sud qarori, kredit majburiyati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensiya oshganda odam nega menga kam tushdi deb o'ylaydi. Lekin aslida oshgan summaning bir qismi ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Buni bankdan emas, avvalo to'lov varaqasi va ijro hujjatlari orqali aniqlash kerak. 9-nozik nuqta telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. Pensiya oshgani haqida xabar tarqalishi bilan firibgarlar faollashadi. Ular qo'shimcha pul chiqarib beramiz, kartangizga indeksatsiya tushirish uchun kod ayting, SMSdagi raqamni yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men mutaxassis sifatida qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangiz kodi, SMS tasdiqlash raqami, PIN kod, pasportingiz nusxasini Telegram orqali yubormang. Pensiya oshirish uchun telefon orqali karta kodi so'ralmaydi. Bunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. 10-nozik nuqta mahalladagi gap bilan rasmiy hisob farq qiladi. Ba'zan odamlar qo'shnidan eshitgan raqamni o'zlariga mezon qilib olishadi. Bu noto'g'ri. Chunki qo'shningizning staji, pensiya turi, yoshi, ustamasi, nogironlik maqomi, avvalgi ish haqi, hatto ushlab qolishlari siznikidan boshqacha bo'lishi mumkin. To'g'ri raqamni faqat shaxsiy pensiya ma'lumotlari orqali bilasiz. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi tushgan pensiya summasini oldingi oylar bilan solishtiring. Masalan, oxirgi 3 oyda qancha tushganini yozib chiqing. Alohida daftar tuting. Yanvar, fevral, mart, aprel deb yozing. Qarshisiga tushgan summani kiriting. Shunda oshish bo'lganmi? Qachondan boshlangan? Qancha farq bor? Darhol ko'rinadi. Ikkinchi qadam, pensiya tarkibini aniqlang. Siz faqat menga 2 million tushdi deb emas, shu 2 millionning ichida nimalar borligini bilishingiz kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, yosh qo'shimchasi bormi? Kompensatsiya bormi? Ushlab qolish bormi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limi
davlat xizmatlari yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. 3-qadam hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, JSSIR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy ekspertiza xulosasi va uning amal qilish muddati ham tekshiriladi. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, marhum bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish haqida ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar yosh qo'shimchasi tushmagan bo'lsa, tug'ilgan sanangizni tekshirtiring. Ba'zan elektron bazada sana to'g'ri, lekin eski pensiya ishida boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan familiya o'zgargan, pasport yangilangan, nikohdan keyin hujjatlar moslashtirilmagan bo'ladi. Bunday mayda ko'ringan narsa pul tushishiga ta'sir qilishi mumkin. 5-qadam, murojaat qilishda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam indeksatsiyadan keyin qayta hisoblanganini, yoshim bo'yicha qo'shimcha to'lov belgilanmaganini va pensiya tarkibi bo'yicha batafsil ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, JSSIR, telefon raqami, manzil, pensiya turi va murojaat sababi aniq yozilishi kerak. 6-qadam, arizaning nusxasini yoki ro'yxatga olingan raqamni saqlab qo'ying. Bu juda muhim, chunki keyin men murojaat qilgan edim deyish uchun dalil kerak bo'ladi. Agar davlat xizmatlari orqali yuborsangiz, elektron raqam va javob xatini saqlang. Agar qog'ozda topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqamini oling. 7-qadam, bankdagi holatni ham tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam faolmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xizmati ishlayaptimi? Boshqa qarzdorlik sababli pul ushlab qolinmayaptimi? Ba'zan pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'ladi, lekin bank tomonida muammo bo'ladi. Bunday holatda bankdan hisob harakati bo'yicha ma'lumot oling. 8-qadam, keksalar yolg'iz bormasin. Agar otangiz, onangiz, buvinggiz yoki bobongiz pensiya masalasini tushunishga qiynalsa, ularni yolg'iz yubormang. Farzandi yoki ishonchli yaqin qarindoshi birga bo'lsin. Lekin hujjat topshirishda vakolat masalasiga e'tibor bering. Ayrim ishlar uchun ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner yurishga qiynalsa, sog'ligi og'ir bo'lsa, qonuniy vakillik tartibini oldindan so'rab bilish kerak. 9-qadam, pul chiqarib beraman degan vositachilarga ishonmang. Pensiya indeksatsiyasi va yosh qo'shimchasi qonuniy huquq bo'lsa, siz uni pora yoki tanish orqali emas, rasmiy tartibda olasiz. Kimdir menga pul bering, men qo'shimchangizni tezlashtirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. To'g'ri yo'l hujjat, ariza, rasmiy javob kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat. 10-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tartibda shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma javob oling. Agar javob tushunarsiz yoki noto'g'ri bo'lsa, viloyat darajasiga, tegishli vazirlik yoki rasmiy murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, hujjatsiz bahs qilmang. Raqamlar, sanalar va javob xatlari bo'lsa, masalani hal qilish ancha osonlashadi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Pensioner o'z pensiyasini nazorat qilishga haqli. Davlat biladi, o'zi hisoblaydi deb butunlay beparvo bo'lish kerak emas. Tizim avtomatik ishlaydi, lekin har qanday tizimda ma'lumot xatosi, kechikish, texnik muammo yoki hujjat yetishmasligi bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshi ulug' odamlar huquqini bilmasa, ularga tegishli qo'shimcha pul vaqtida olinmay qolishi ehtimoli bor. Oiladagi farzandlar uchun ham maslahat beraman. Ota-onangiz pensiyasini so'rash uyat emas. Bu nazorat qilish, yordam berish degani. Har oy qancha tushayotganini, dori-darmon xarajatiga yetyaptimi, kommunal to'lovlar to'langanmi, bank kartasi ishlayaptimi, firibgarlar qo'ng'iroq qilmayaptimi, shularni bilib turing. Ko'p hollarda keksa odam telefon orqali aldansa, u buni farzandlariga aytishga uyaladi. Shuning uchun oldindan tushuntiring. Hech kimga kod aytmang, begona hovliga kirmang, karta rasmini yubormang. Endi qancha qo'shildi degan asosiy savolga qaytamiz. Aniq summa har bir pensionerda alohida hisoblanadi. Pensiya indeksatsiyasi natijasida asosiy to'lov oshadi. Yosh qo'shimchalari oshirilgan bo'lsa, belgilangan yoshdagi fuqarolarga qo'shimcha ravishda ta'sir qiladi. Kimdir faqat indeksatsiya oladi. Kimdir indeksatsiya ustiga yosh qo'shimchasini ham oladi. Kimdir nogironlik yoki boshqa maqom bo'yicha alohida ustamaga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'z pensiya tarkibingizni
tekshiring va eski summa bilan yangi summani solishtiring. Masalan, agar pensioner oldin 1.700.000 so'm olgan bo'lsa va indeksatsiyadan keyin 1.700.000 so'm atrofida olsa, demak 200.000 so'm farq bor. Agar u belgilangan yosh qo'shimchasiga ham haqli bo'lsa, umumiy farq bundan kattaroq bo'lishi mumkin. Agar boshqa pensionerlar oldin 2.800.000 so'm olgan bo'lsa, unga qo'shilgan summa foiz hisobida ko'proq ko'rinadi. Lekin bu uning imtiyozi boshqacha degani emas. Faqat asosiy pensiya bazasi kattaroq bo'lgani uchun qo'shilgan pul ham kattaroq chiqadi. Yana bir muhim masala minimal pensiya oluvchilar. Agar davlat eng kam pensiya yoki ijtimoiy nafaqa miqdorini ham oshirgan bo'lsa, eng past darajadagi to'lov oluvchilar uchun bu alohida ahamiyatga ega. Chunki ular ko'pincha qo'shimcha daromadsiz yashaydi. Bunday fuqarolar o'zlarining yangi minimal miqdorga mos qayta hisoblanganini tekshirishlari kerak. Agar eski miqdorda qolib ketgan bo'lsa, darhol murojaat qilish zarur. Bugungi mavzuda men sizga pensiya indeksatsiyasi nima ekanini, yosh qo'shimchalari qanday ishlashini, kimlarga ko'proq ta'sir qilishini, qaysi holatlarda ehtiyot bo'lish kerakligini va amalda nima qilish zarurligini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy xulosa shuki, pensiya oshishi bitta umumiy raqam emas. Har bir odamning pensiya turi, staji, yoshi, maqomi, hujjatlari va to'lov tarkibiga qarab farq qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya oladigan bo'lsa, oxirgi tushgan summani tekshiring. Pensiya tarkibini aniqlang. Yosh qo'shimchasi bor yo'qligini so'rang. Hujjatlarda xato bo'lsa tuzating. Hech kimga karta kodi va SMS raqamini bermang. Muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan emas, yozma ariza bilan murojaat qiling. Sizning pensiyangiz qancha oshdi? Yosh qo'shimchasi tushdimi yoki hali tushmadimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men sizlarning savollaringizni ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga albatta yuboring.